Endi mening xalqqa qo'yib qo'ydigan, tafakkur qiladigan, kallasini harakatlantirishni yaxshi ko'radigan qarindoshlarga qo'yib qo'ydigan savolim shu. Indigenous people bo'lishimizning vatanimizda hozir ichilgan lagerlarga qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Ya'ni biz Avstraliyada Xitoy lager ochdi, bizni ezdi, mundaq qildi desak, Avstraliyaning ba'zi odamlar bizning qo'lqimizga deydi-ku, biz qanday qilamiz lagerni biz mashqan to'saq tarixda deydi. Hozir biz yugurib berib Xitoyga biznes desak, sen lager içipsen go desek, Xitoy ularga sen açmaganmıdan 70 yıl sen açtın go deydi deb qo'rqaydi. Avstraliya şu, Kanada şu, hemiz şu. Endi bizni indigenous people qilib tashlab bersa, tayyor qilib biznikilar, u vaqtida Avstraliya berib, "Ey Xitoy, sen o'zingning indigenous people'larga lager içipsen go" desa, Xitoy Avstraliya qarab, sen o'zingning indigenous people'larga lager açmay bet bo'lib berganmiding, demdi deyman. Shuning uchun bizning indigenous people bo'lishimiz mustaqillik yo'limizni to'sab qo'yibdi. Hatta biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi u yerdan yo'l ichib biz xalqaro Yevropaning, Norvegiyaning, yana bir yerning Shvetsiyaning siyosatchilari bilan ko'rishmasak, bizning oldimizga chiqyapti bu. Sizlar indigenous people bo'lgan to'sanglar mustaqillikda islango deb. Shuning uchun qarindoshlar, mening deydiganim shunchalik. Endi